Yaxshimi do'stlar, Emgakchilar bayramini oxirlashtirib oldik. Men bu jarayonda biz do'kon kelgan nurg'ulg'an sayohatchilarni, ishtirokchilardan kelgan Shinjongning shimol tarafidan kelgandaymiz, janub tarafidan kelgandaymiz. Nurg'ulg'an shu rasmga qiziqadigan san'atxonlar do'stlarni, yana shu rasm chekib oladigan xaridorlarni degandek nurg'un do'stlarni kutib oldim. Ularning hammasini bir vlog shaklida sizlarga bahridim. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Shu do'konga kelgan qo'yadigan DIY deymiz. Shu so'mkalarga rasm chizadigan narsalarni pek yardım kichik do'stlarga opalar bilan dodlar bilan qo'yib, shuncha ko'ngilga siqib rasmlarga tushib. Ondan keyin ota-onalarmi shunchalik qo'shib, men bilan paranglashib degandek bolalarmi o'zining sig'ar rasmlarini ko'rsatib, rasmga tushib ketdi. Endi yana u jarayonda o'quvchilarim keldi. O'quvchilarim shunday yaxshi kayfiyatda rasmlarni chizib, sig'ar rasmlarim shunchalik yaxshi-ya. Endi yana shu kichik bolalarning rasm chizayotganini ishkir o'lkalarga kelgan sayohatchilar pek yoqtirib rasmlarni tortib shunchalik ketdi-ya, shu o'yinlarga chiqarib ketibdi. Shunda chet ellik o'xshaydi kanslar, rasmlar shunday paysiz kanslar do'konga bek chiroyli qilib rasmlar tushib, ziyorat qilib degandek. Takim kechib kesimo, xaridorlar uzilmadi. Bunca shu Qarmay tarafdan shunchalik ko'p sayohatchi do'stlarni kutib oldim. Nurg'un sayohatchilarmi kelib, sizning do'koningizni shunchalik tez topdi, o'yindan ko'rib turibmiz, shunchalik xo'shib ko'ramiz, yoqtirib ko'ramiz deb men bu gapni anglagandan keyin shunday xush bo'ldim. Endi yana bolalarni rasm kursga qatnashtirgan otlarni izlab ketdi. Biraylarni Payzvatdan olib ketgan bolasini deyishcha shu Payzvatdagi maktabga to'liqsiz o'qiyotgandik. Maktabdagi rasm o'qituvchisi avatibdi, mening qishimga Qashqarda güzel bir ma'lumot berib, bir ko'rib, sizga rasmlarni ravris ko'rib paranglashib kelinglar deb shunday xush bo'ldim. Endi yana yiroq joylardagi rasm o'qituvchilarimi ataytin ko'rishaylik deb kelgan. Shunday bir yaxshi salomlardan kelib xush bo'ldim, fikrlashdik, nazarlashdik. Sizlar do'stlar ta'til kunlarini yoki shu bayram kunlarini o'tkazmoqchi bo'lsanglar, mening do'konimga kelib rasm chizib ketsanglar bo'ldi. Qo'llig'ingizga rahmat, xayr xo'sh.